Bozorga chiqdingizmi shu kunda? Yo'q hali. Non nech pul bo'lyapti? Hayit kuni 12 ming deb turibdi. Oddiy nonni 7 ming, 6 mingdan sotilayotgan nonni 12 mingdan oldim. Kecha hayitni ikkinchi kunida 15 ming deyapti o'shani. Insofiylar bormi desam, ha bo'pti 10 ming dedi. Gaz oshgana, ha, svet oshgana, qiyin sizlarga. Ha, kechirasiz, gaz bilan svet oshganiga qancha bo'ldi? Siz bu 2 kundagi narxi. Uyat dedim. Agar sizga bir amal berib qo'ysa, birinchaligi urug'ingizdan boshlaysiz. Yoki narx oshirishdan siz ham xuddi shu ish qilasiz dedim. Davlatda ayblashni bilasizda o'tirib olib. Jamiyat oldin o'zgarish kerak emasmi? 15 kundan beri akam bilan meni o'rtamda bitta bahs bor. Davlat bosh islohotchi, ammo vijdonga emas. Davlat bosh islohotchi, ammo odamlar o'rtasidagi o'zaro bir-birini yedirib ketishga emasdi.